Hammaga assalomu alaykum, Simsi Motorsning obunachilari. Bugungi obzorimizda Aito M9 o'sha Lisangdan juda ham afzal hamda ustunliklari, qulaylik jihati juda ham ko'p bo'lgan avtomobil haqida gaplashib o'tamiz. Bu avtomobilimiz Huawei kompaniyasi bilan birgalikda ishlab chiqarilgan avtomobil bo'lib, bu avtomobilimiz kattaligi, kengligi Lisang L9 avtomobili bilan bir xil. Avtomobilimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Ushbu avtomobilimiz to'liq benzin, to'liq zaryad bilan 1500 km masofani bemalol bosib o'tadi. Ushbu avtomobilimiz kapot ostida 490 ot kuchi yashirilgan. Ushbu avtomobilimiz maksimal tezligi 200 km ni tashkil qiladi. 0 dan 100 ga esa atiga 5 soniyada chiqadi. Avtomobilda ichki interyerlarga ham bitta baho beramiz. Bu avtomobilimizning ichki dizaynlari juda ham neobычный qilib ishlangan. Rolls-Royce'larga o'xshab anaqa naturalniy taxtadan ishlangan hamda bu avtomobilimiz nikelli покрытиялар bilan ham jihozlangan. Avtomobilimizda dozonni klimat kontrol orqalarni hammasini o'zingiz orqada o'tirib turib ham boshqarsangiz bo'ladi. Bu yerda уже sensorli ekrani bo'ladi boshqarish uchun hamda bu avtomobilimizda o'zini холодильниги bo'ladi, также o'zini proyeksiyasi bo'ladi. Orqa sidenyalargacha massaj abduf obograflar bilan jihozlangan. Eng qiziq, eng afzal tarafiga keladigan bo'lsak esa, bunaqa funksiyani men hali boshqa mashinalarda, даже Lilada ham ko'rmaganman. Bu funksiyani men sizlarga hozir bitta ko'rsataman. Xo'p, ushbu avtomobilimizni boshqa avtomobillarda bo'lmagan funksiyasini men sizlarga bitta ko'rsatib o'taman. Ushbu avtomobilimiz orqaga harakatlanayotgan vaqtida zadniy kamera prямо head-up displeyga ulangan. Также head-up displeyda уже orqani ham bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Hamda bu avtomobilimiz 360 kamera o'zini ham katta monitorda ko'rsatib turadi. Afzalliklari juda ham ko'p. Do'stlar, agar bu avtomobil sizni qiziqtirgan bo'lsa, bu avtomobilni haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin yoki direct yozinglar, sizlarga tez orada javob qaytaramiz. Bunaqa Lida avtomobildan juda ham afzal hamda qulayliklari bilan ustun bo'lgan avtomobil Aito M9 avtomobili bo'ladi.